Bizni o'zbek shunaqada yillar davomida ishlaydi, pul to'playdi, to'y qiladi va san'atkor ekan shular deb deyarli bir fohishani to'yiga chaqiradi va buni ahvolini ko'ring. Ular o'zini bilmayman, diskotekadaman deb o'ylaydimi yo diskotekadagi bir fohishaman deb o'ylaydimi, qilayotgan qiliqlarini qarang buni. Biz shuni mazza qilib ko'rib, tomosha qilib, qarsak chalib, birov chiqib aytmaydiki, "Ho, bunaqa likkillama, sen kimsan, fohishamisan?" deb birov aytmaydi. 70 yoshi ham aytmaydi, 20 yoshi ham, 15 yoshi ham aytmaydi. O'rtadagi raqqosalarni ku aytmasa ham bo'ladi, 100% fohisha desa ham bo'laveradi. Baraka topkurlar, bu nima ahvol? O'rtada bir o'ziga kuchi yetmaydigan bir axloqsiz, ahmoq chumchuqlar bu raqqosani quchoqlayapti, o'payapti, ko'tarayapti, ustidan pul sochyapti. Ana u umuman farqi yo'q unga. Bizni to'yimizni ahvolini qarang. To'y emas, to'y bir madaniyat o'chog'i bo'lish kerak, lekin bir fohishaboz, fohishaxonaga o'xshab qoladi bir 2 soat, 3 soat. Hamma bilgan qilig'ini qiladi. Ichadi, chakadi, raqqosaga yopishadi. Bu nima bu ahvol? Buni internetga qo'yamiz va butun dunyoga sharmanda bo'lamiz. O'zbekni ahvoli mana deymiz. Eng achinarlisi 70 ga, 60 ga kirgan chollar ham mana bu fohishalarga yopishib o'zim. Nimaga shularni chaqiramiz? Nimaga biz berayotgan pulimizni so'rab olmaymiz? Ya'ni bir axloqi bor, madaniyati bor, bir san'ati bor san'atkorni chaqirmaymizda, fohishadan nari berilarni chaqirib, butun boshli to'yimizni rasvo qilamiz. Nima ahvol bu? Bu hamma viloyatda o'ziga xos mana shunaqa bir jinnisang'i holat borki, buni gapirmasak bo'lmaydi, do'stlar. Unaqa raqqosalarni birinchidan to'yingizga chaqirmang. Unaqa sahnaga chiqib olib, likkillab, ilonga o'xshab fohishani qilig'ini qiladiganlarni bir san'atkor sifatida to'yingizga chaqirmang. Bir odobli, esli, xushli, bir kiyimi bor odamni chaqiring. To'yingizni rasvosini chiqaradi. Fayzu barakadan, baxtdan, saodatdan mikrofonga chiqib so'z ochamiz yana. O'zimizcha tabriklaymiz. Murodxona deb qo'yamiz, chillaxona deb qo'yamiz, joy fohishaxona bo'lib ketadi 2 soat, 3 soat. Baraka topkurlar, sal tafakkur qiling. Iltimos bu videoga bitta like bosib, ko'proq tarqalishiga bir sababchi bo'ling. Bu to'ylarimizdagi ahvolga oxir payt chidab bo'lmayapti. 2-3 soat biz u joyda moldan farqimiz bo'lmayapti, ichib olib.